mevali daraxti borlar uchun bu maxsus video bo'ladi do'stlar. Buni oxirigacha ko'ringlar. Bu daraxtimizga mana isodorini sepganmiz. Mana yelimlar qurityapti. Endi buni oqlash jarayoni. Ohagimizga kuparos dorimizni mana eritmasini qo'shamiz. Endi buni aralashtirib olsak, oq rangi o'zgaradi. Oddiy kuparos eritmasi bu vetaptekidan topsalar ham bo'ladi. Buni endi bismillah oqlab chiqamiz. Shu yelimlarni qolgan hukkanlarini ham eritib, quritib yo'qotib yuboradi. Shu tarzda oqlab chiqilaveradi. Bunaqa yelim bor joylarga shu tarzda oqlasalar do'stlar, ancha-muncha kasalliklarni yo'qotadi, qolgan yelimlarni quritib tushirib yuboradi. Daraxtga ancha foydali tomonlari ko'p bu dorining. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yasizlar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar.